Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizda. Avtori Bayraktar Bayrakli. Tadbiriyat nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 14-qism. Ikkinchi cho'ng tema muhabbatning turlari. Birinchi ruhoniy muhabbat. Muhabbat sohasiga kirganda Ibn Arabiyni tilga olmay o'tish mumkin emas. Ibn Arabiy Ilohiy muhabbat nomli kitobida ruhoniy muhabbat haqida to'xtalgan bo'lib, u bu xil muhabbatni ma'shuqini ham uning uchun, ham o'z nafsi uchun suyish holatini oshiq vujudida bir gavdaga aylantiradigan muhabbat ifodasi bilan izohlagan. Ibn Arabiy ruhoniy muhabbat 67-bet. Ruhani aşıq muhabbetini ikkiga ayırıp, bir ölüşni aşıqıga, yani bir ölüşni özüge taqsim qildi. Başqacha aytganda, ma'shuqi uchun suyalaydigan bo'lishdan boshlanadigan muhabbet, shaxsiy manfaatdan yiroq bo'lgan ishqini ifodalaydi. Biz ikkidan yashaydigan ruhning yak vujud ruhga aylanishini aloqa muhabbeti degan edik. Ibn Arabiy bo'lsa, suyadigan ruhning ayrim ikki tanga ayrilishidan iborat ko'z qarashni o'ttirib qo'ydi. İbn Arabiyning bu sevgisi shaxsiyatsiz muhabbat bo'lib, u sevginiga oshiq bo'lishni isil paslat deb qaraydi. Ibn Arabiy bu muhabbatning qandoq borliq keldiganligini tasvirlaganda, nihoyat qiziqarli birlashishni borliq keltirgan. Ruhoniy muhabbatni faqat aql bilan bilimni birlashtirish orqali qo'lga keltirgan bo'lganligini o'ttirib qo'ygan. Uning so'ziga qaraganda, aql va bilim kishilarni pishib etildirdi va farosatli kishiga aylantirdi. Sevgi muhabbat tuyg'usi bu ikkisini o'z bag'rida eritadi. Ya'ni farosatli kishi aql bilan bilimni sevgi o'chiqida birlashtirib eritadi. Ibn Arabiy aql, bilim va muhabbat hukmini eritib, ishqqa aylantirib, bu birikishdan yangi shakl hosil qilish orqali muhabbatni mavjudlikning sababi degan tushunchaga ega bo'lgan. U buni bir baytida tushuntirib bunday deydi: Mavjudlik zamoni visol paytidir. Yaxshi ko'rish paytidir. Yanlar, ichinglar. Ibn Arabiy ruhoniy muhabbat 68-bet. Aqlning bilim bilan, u ikkisining muhabbat bilan uchirishi mavjudlikka barobar. Ruhning tam bilan uchirishi mavjudlikning birinchi sharti bo'lgandek, muhabbatning aql va bilimga ega bo'lishi mavjudlikning yana bir shartini tashkil qiladi. İnsan aqlini ishlatganda bilimga ega bo'ladi. Bu ruhning badanga ega bo'lishiga o'xshaydi. Ammo aql ham bilimga, ham muhabbatga ega bo'lganda, ondan texmi yuqori saviyada mavjudlik engib borliqqa keladi. Ma'lum bo'lganidek Descartes tafakkur qilyapman, demak men mavjud dedi. Ibn Arabiy bo'lsa mavjudlikni boshqa bir aqida ifodaladi. Suyman, demak men mavjud. Ibn Arabiy boshqa misralarda mundaq deydi: Meni başdan axir köydirib kül qilg'uchining nuri tajalli qilganda birdilla qorong'ulik g'oyib bo'ldi. Ulug' muhabbat bilan uningga beg'ishladim o'zimni, ammo bu muhabbat kishini qattiq tavirtidi. Muhabbatning ta'siri bilan orzuning qiziqtirishi o'ttirsida qani kim birdam arom topa oladi. Ibn Arabiy ruhoniy muhabbat 68-bet. İbn Arabiy bu misralar bilan muhabbatni insonning ichki dunyosini va kelgusini yoritib beradigan nur deb izohlagan. Sevgi muhabbat o'zini beg'ishlash bo'lib, o'zini beg'ishlash va ma'rifat bo'lmasa, ruhoniy muhabbatdan eg'iz ochqil bo'lmaydi. Muhabbat insonni o'zidan ayirib, uni Allohga beg'ishlaydi. Amaliyotda bu beg'ishlash mavjudlikni tepish bo'lib, bu mavjudlik haqiqiy mavjudlik bo'ladi. Xam mavjudlikni tashlab muhabbat ilib kelgan takomul mavjudlikning visoliga yetgan bo'ladi. Mana bu yangi mavjudlik ma'shuqi bilan bilib bo'lishni o'z ichiga oladi. Ruhoniy muhabbat insonning shaxsiyatini o'rib oladi. Bundaq ta'sir ostida inson o'zini to'xtamas harakat qaynimida topadi. Bu muhabbat bir yurish, harakat va ishning nomiga aylandi. Bu xil muhabbat ilohiy iltifot bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi, mol dunyo sevgisi. Qur'onda mol dunyoga bo'lgan muhabbatmi tilga ilingan. Mol dunyoni bak yaxshi ko'rsizlar. Fajr surasi 20-oyat. O'z ega bo'lgan narsani suyish insonning tabiatida bor. Sevgi muhabbat tuyg'usi tarbiya ko'rmagan kishilarda mol dunyoga bo'lgan hiris muqaddas muhabbatga aylandi. Tuvandagi oyatda mol dunyoni suyishning tabiiylik ekanligini mundaq bayon qilgan. Ayollar, o'g'illar oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi.
Ular dünya tirikçiligida manfaatlanadigan şeylerdir. Allah'ның dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bor. Al-Imron surasi 14-oyat. Biz bu oyatdan chiqargan prinsiplar tuvandikicha. Birinchi, Allah insonni yaratgan vaqtda uning ichki dunyosiga, dunyo hayotining turli moddiy qimmat qarashiga bo'lgan muhabbatni singdirgan. Ikkinchi, bu xil muhabbat insonning ichki dunyosining zinati. Uchinchi, Allah bu moddiy shaylarning vaqtiga ekanligini, shunga ularni muqaddas qilib olmaslik lozimligi haqida nasihat qilgan. Dunyolik shaylarning muhabbati bu dunyoda qoladi. Allah insonlarga haqiqiy mangulik go'zalliklarning uning huzurida ekanligini eskartib, shularni ko'zlashni tavsiya qilgan. Allah'ның bu ta'limotidan ayon bo'ldiki, Fajr surasining 20-oyatida ko'rsatilgandek, kishilarning mol-mulklarini haddidan ziyoda yaxshi ko'rib, ularni Alloh qilib bilish xavfi har doim mavjud. Fajr surasining 20-oyatidagi mulk hukmi moddiy qimmatni ifodalaydi. Molni suyishning muqaddas bo'lib qolgan yoki qolmaganligi qanday ma'lum bo'ldi? Alloh buningga mundaq javob bergan. Ey mo'minlar, mollaringlar va bolalaringlar sizlarni Allohni yod etishdan g'aflatda qoldirmasin. Kimki shunda qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Munofiqun surasi 9-oyat. Agar mol dunyoga bo'lgan muhabbat hirsga aylansa, u insonning yaratquchi bo'lgan majburiyatini ado qilishga to'salg'i bo'lib, ibodatlarni ado qilishni to'sidi. Bu mol dunyoga bo'lgan muhabbatning uni qul qilganligining alomati. Bu oyatda Ulug' Alloh boylikni haddidan ziyoda suyish hirsga aylanganda kishilarga qanday ziyonlarni yetkazadiganligini bayon qilib, kishilarga boylikni suyishga qarta angliq pozitsiya tutishni o'rgatadi. Biz yuqorida so'ragan savolning yana bir javobi tuvandagidek oyatlarda berilgan. Yo'q, hargiz undaq emas. Sizlar yetimga mol dunyo bermaysizlar. Bir-biringlarni miskinlarga osh non berishga targ'ib qilmaysizlar. Fajr surasi 17-18-oyatlar. Mal dunyoga bo'lgan muhabbatni ilohlashtirishning oldini oladigan yana bir harakat sexilik bo'lib, yetim va kambag'allarni yo'lash, ularni beqish uchun mol dunyo sarf qilish dunyodagi eng oliyjanob ish harakat bo'lib qolmasdan, balki Allohning nazaridagi eng muhim amal bo'lib hisoblandi. Kishining o'zining mol-mulkidan pul xashlab fidokorlik qilishi, uning bu mol-mulkni iloh qilib olmaganligining eng muhim dalili. Shunlashqa sexilikning ahamiyati kishilarga singdirilib, kambag'allarga yor yo'lakda bo'lishning Alloh oldidagi qimmati tushuntirilishi kerak. Molni yaxshi ko'rishdan kelib chiqqan bexillik natijasida yig'ilgan mollarning kishi o'lgandan keyin bolalari tarafidan so'rilib tugatilishi, ziyon tortishning dal o'zi bo'ladi. Acaba dadasi tarafidan iloh qilingan moddiy qimmatning farzandlar tarafidan xomandek so'rib etilishi eng cho'ng aldinish emasmi? Ilohning iste'mol qilinib yo'q qilinishi Hazrati Umarning mundaq so'zini eslatadi. Biz ilgari Hollywooddan iloh yasaytdik. Andin qursqimiz ochganda uni yeytdik. Jahiliyat davrida bo'lgan bu odat bugunmi yana davomlashmoqda. Pixsiq otalarning ilohlarini bolalari yeydi. 3. Ana muhabbati. Muhabbatning oldingi qatordagi turlarining biri ananing bolasi bo'lgan muhabbati bo'lib, mashhur islom filosofi Farabi muhabbatni tabiiy va ixtiyoriy deb ikkiga ayirganda, ananing muhabbatini tabiiy muhabbat kategoriyasiga kirgizgan. Muhabbat hamisha olg'a ilgirlash xarakteriga ega bo'lib, ota-onadan bolalar va nevarlarga qarab tarqaladi. Lekin muhabbatning farzandlarning ota-onalarga qarab tarqalishi to'liq mushkul, hatto mumkin emas. Faqat hurmat va ihsonlar bu yo'linishga qarab tarqaladi. Ota-onalarning bolalarini yaxshi ko'rishi tabiiy bo'lg'achqa, Qur'onda buningga buyurilmagan, ya'ni bu ibodat emas. Ammo farzandlarning ota-onasini yaxshi ko'rishi va hurmatlashi, shundaqla ularning mushkulotlariga ko'ngil bo'lishi Qur'onning buyrug'i bo'lganligi uchun u ibodat hisoblanadi. Erich Fromm ana muhabbatini aslida barobar bo'lmagan ikki odam o'rtasidagi muhabbat deb qaraydi. Bu ikki kishining biri yordamga muhtoj bo'lib, yana biri bu ehtiyojni qondiradi. Bu shaxsiyatsiz alohidalik sababidan ana muhabbati muhabbatning eng yuqori turi va hissiy rishtlarining eng ulug'i deb qaraladi. Erich Fromm yordam qilish harakatini analik muhabbatning alomati deb qaraydi. Qur'on analarning muhabbatining elementini kuyinish va tarbiyada ko'rdi. Hamiga qodir Allohning bandalariga bo'lgan mehri shafqatini analar bolalariga ko'rsatdi. Şuna ana Allah'ның bu xususiyetini yer yüzde yaşantadigan eng oliy mevcudiyet bulup hesaplanıdı. Kuyumçalık hukmunun özde muhabbet buludu. Muhabbet bolmasa, mehr şefqatin eğiz aşkıl bolmaydı.
İsra surəsinin 24-ci ayəti tərbiyə bilən mehri şəfqətni, yəni muhabbətni birləşdirgan. Ananın balası bolğan köyünüşü ana muhabbetining əməli hərəkətə aylanğan şəklidən başqa narsa emas. Ananın fidakarlığı, u tatqan azab, süt beriş, quyuq hissi münasibət bilan beqib çoğun qilishi qatarlıqlar ananın muhabbetining məzmununu təşkil qılады. Erich Fromm ananın muhabbetini təhlil qilish jarayonida nihoyat ahamiyatli va muhim bir nuqtani o'ttirib qo'ygan. Uning bu jihatdagi qarashi Qur'onga yiqilishidir. Uning so'ziga qaraganda ana muhabbetining muvaffaqiyati tarbiyaning unumi bilan o'ttirg'i chiqadi. Kichik buvoqqa ko'rsatilgan muhabbatning muvaffaqiyatini isbotlab bera olmaydi. O'sib yetilayotgan bolaga ko'rsatilgan muhabbat buni isbotlaydi. Hayvonmu o'zining kuchini yaxshi ko'rdi. Ammo bu muhabbat tug'ma manbadan keladi. Ananing balasi bo'lgan muhabbatimi tug'ma manbadan keladi. Muhabbat balasiga berilgan tarbiyaning sifati bilan muvaffaqiyatga erishidi va ijtimoiy o'lchamga erishish orqali insoniyatga tarqaladi. Tug'ilib ko'chaga tashitilgan bolani onasi ongli holda yaxshi ko'rdi deyish mumkin emas. Erich Fromm bu qarashlari bilan Qur'onga yiqilishidi. Qur'on mehri shafqat bilan tarbiyani birlashtirish orqali muhabbatning insoniyatga tarqilishiga diqqat tortadi. Onaning qalbidan chiqqan muhabbat darxi tarbiya orqali dunyoning har qaysi joylariga yeyiladi. 4. Dunyo sevgisi. Muhabbat tuyg'usi yuzlangan obyektlarning biri dunyo. Biz buni dunyo sevgisi deb ataymiz. Dunyoni haddidan ziyoda yaxshi ko'rish odamni dunyoga cho'qinishga yetaklaydi. Dunyoga haddidan ziyoda bog'lanish dunyo sevgisining mahsuli. Dunyo sevgisi butkul xatolikning onasi degan payg'ambar alayhissalom yerisqa aylangan dunyo sevgisining kishilarga nimalarni qildira oladiganligini imo qilib o'tgan. Barliq moddiy qiymatlardan tarkib topgan dunyo ikkilamchi qiymatga ega. Bu ikkilamchi qiymat qarashlarining muhimligiga sal qarashga bo'lmaydi. Chunki hasal harlari asosliq nishon emas, ham undaq bo'lmasligi kerak. Agar inson dunyoni boshqursa, u xatolik o'tkazmaydi. Ammo uning aksicha, dunyo inson hukmron bo'lsa, uning xatolik sodir qilishi muqarrar. Muhabbat bilan dunyo bir yerga kelganda, ulug' Alloh dunyoni ojila deb ataydi. Ojila jiddiy, darhol, ya'ni ko'z oldidagi xushallikni ifodalaydi. Allah vaqtliq lazzatlarning birikmasini ojila deb ataydi. Bu haqdagi oyat tuvandagidek. Yo'q, hargiz undaq emas. Sizlar haqiqatan bu dunyo lazzatlarini yaxshi ko'rsizlar. Oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar. Qiyomat surasi 20-21 oyatlar. Dünya hayatını ilahlaştırğıdek derecede haddidan ziyoda ulug'lab suyishning oldini olish uchun Allah dünya hayotinin nimaligini tunishtirib, uning xususiyat haqida kishilarga savoq bergan. Munosabatli oyat tuvandikicha. Bilinglarki, dünya tirikchiligi o'yin va ko'ngil ichishdan, zibu-zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul, mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Bu dünya hayoti o'simlikka dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsan, keyin u yanchilgan cho'pga aylandi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinadigan bahramon bo'lishdir. Hadid surasi 20-oyat. Bu oyat dunyo hayotining tuvandagi adlayliklarini insonlarning ing'iga so'ndirishni maqsad qiladi. Birinchi, dunyo hayoti bir o'yin. U adlaylikni 3 xil usulda izohlashga bo'ladi. Birinchidan, hamma odam o'zining o'yindagi rolini, ya'ni ayollik, farzandlik rolini o'ynashi. Hamma odam o'zining ijtimoiy turmushdagi o'rniga qarab o'z rolini joriy qildirishi kerak. Xuddi rollar yaxshi o'ynalmagan teatrning san'at qiymati bo'lmagandek, dunyo hayotida rolini yaxshi qildira olmagan kishilar dunyo hayotining badiiy zavqini buzadi. Ikkinchidan, dunyo hayoti bir o'yin bo'lg'achqa, ulug' Alloh uning harg'iligini imo qilyotidi. Uchinchidan, dunyo hayotining xuddi o'yinga o'xshash cheklik, o'tkinchi va arzimasligiga diqqat tortadi. Ikkinchi, dunyo hayoti ko'ngil ichishdan iborat. Vaqtni behuda isrof qildirib, ondan pushaymon qildirishdek xususiyati bor. Uchinchi, dunyo hayoti zinnat. Dünya hayatı xuddi zinnat buyumiga o'xshash sun'iy bo'lib, hamon g'oyib bo'ladi. U faqat odamning hayotiga rang qo'shadi xolos. 4. Dünya hayoti maqtanish, faxrlanishdan iborat. Kishilar ega bo'lgan moddiy qiymatlar bilan boshqalarga takabburlik va manmanchilik qiladi.
Beshinchi, yana bir tarafdan dunyo hayoti ko'payish va oldinishdan iborat. Bir musulmon dunyo bilan oxirat o'tirsida tengpulliq o'rnatiladigan bo'lishi kerak. U oxiratning, ya'ni abadiy hayotning bu dunyo orqali qo'lga keladiganligini biladi va o'zining harakatini shuning asosan o'rinlashtirdi. Dunyoni butunlay tark qilish ideyasi to'g'ri emas. Chunki dunyosini ahyo qila olmaganlarning oxiratda saodatga erishishi mumkin emas. O'zimizning bu dunyoda qilgan ishlarimiz bilan ondan oxiratni qo'lga keltiradiganligimizdan iborat ong kallimizga singishi kerak. Bizda umumlashgan bir burda non, bir quloq janda engi butunlay xato. İnsonni yaratishning yana bir sababi dunyoni gullantirish va uni insoniyatga xizmat qildirishdan iborat. Faqat dunyoni yoki oxiratni yaxshi ko'rishning aksicha har ikkisiga o'z loyiqida ahamiyat berish haqiqiy mahorat bo'lib hisoblanadi. 5. Qarindosh sevgisi. Muhabbatning yana bir turi qarindoshlik sevgisi bo'lib, uning biologiyalik qarindoshlik va e'tiqodiy qarindoshlikdan iborat ikki turi mavjud. Biologiyalik qarindoshning o'l asosi tunji inson hazrati odamga tutishidi. Biz kultur qarindoshligi deb ataydigan e'tiqod din qarindoshligi. O'xshash aqida e'tiqoddagi kishilarning qarindoshligini ko'rsatadi. Mo'minlar faqat qarindoshdir. Hujra surasi 10-oyat. Agar ular kufrdan tövbe qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ldi. O'qidigan xalq uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Tavba surasi 11-oyat. Diniy qarindoshlik yoki iymon qarindoshligi o'xshash ma'noni bildirdi. Din hargizmi dushmanlik sohasi emas. Iymon aytib dindor bo'lganlikni da'vo qiluvchilar butun insonlarni qarindosh deb qarashi kerak. Adovat, o'chmanlik va nafratga to'lgan kishilar qarindoshlik muhabbatini dunyoga taritib, insonlarning qalbiga singdira olmaydi. Qarindoshlik sevgisi kishilarning qalbini butkul insoniyatga ochadigan muhabbat bo'lib, kishilarning ma'naviy qalblarining muhabbat tomirlari etilib qolgan bugungi kunda bu tomirlarning echilishi uchun qarindoshlik sevgisini, ya'ni kishilarning qarindosh ekanlik engini qalblariga singdirish kerak. Dinning dal mushu muhabbatni singdirish va qalblarning to'silib qolgan muhabbat tomirini echish uchun kelganligini insoniyatga o'rgatish kerak. Erich Fromm qarindoshlik muhabbatini barliq muhabbatning ustiga qo'ydi. U o'zining bu muhabbat orqali nima demoqchi bo'lganligini mundaq izohlagan. Men birovga bo'lgan mas'uliyat, qiziqish, hurmatni, u kishini tunish, shundaqla uning bilan birga yashashni davomlashtirish orzusi deb tushunaman. Mana bu Injilda qo'shningizni o'zingizni so'ygandek suying iborasi bilan ifodalangan muhabbat turi. Qarindoshlik sevgisi barliq kishilarni suyishdan iborat bo'lib, agar men suyish iqtidorimni yetildirgan bo'lsam, qarindoshlarimni suyishdan o'zimni tortolmayman. Qur'on ilib kelgan ilohiy tarbiyaning asosiy maqsadi insoniyatning biologiyalik qarindoshlikni ma'naviy qarindoshlikka aylantirishdan iborat. Bizning biologik qarindoshligimiz o'z ixtiyorimizda emas, balki ma'naviy qarindoshlik deb ataladigan kultur qarindoshligining shakllanishi bo'lsa, bizning ilkimizda. Biologik qarindoshlik barliq keltirgan ittifoqlikning ichki tuyg'ular barliq keltirgan hayvoniy birlikka o'xshaydiganligi haqiqat. Allah bu birlikning o'xshashligini mundaq isbotlaydi. Mayli yer yuzida mangdigan hayvon bo'lsin yoki ikki qanti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. An'am surasi 38-oyat. Hammaga qodir Alloh biologiyalik ittifoqlik birlik orqali barliq kelgan jamoatlar bilan ichki tuyg'ular tarafidan shakllangan hayvonlar to'pi o'tirsidagi o'xshashlikni ko'rsatib, insonlarning hayvonlardan farqlangan holda ma'naviy, ya'ni kultur xarakterlik birlik ittifoqlik barpo qilganligini o'tirib qo'ygan. Ma'naviy ittifoqlik aql, sevgi, bilim va ilohiy iroda bilan o'rnatiladi. Sevgi muhabbat bo'lmagan yerda kultur birligi, ya'ni insoniyatning qarindosh ekanligi ingini barliq keltirgil bo'lmaydi. Muhabbat bo'lmagan yerda insoniy hamkorlik va insoniy ittifoqlikni shakllantirgili va uni saqlab qolg'ili bo'lmaydi. Jamiyat yoki millatlarning shakllanishidagi maqsad tunishish yoki orilishish bo'lib, Hujra surasining 13-oyati buni ta'arafu so'zi bilan ifodlaydi. Sevgi muhabbat bo'lmagan yerda birikish va kultur birligining vujudga chiqishi mumkin emas. Garchi biologiyalik ko'rinish va xosliklar o'xshamaslikni ko'rsatsa-mu, lekin sirtdan ichiga, ya'ni qalbga qarab ishkirlagan seri o'xshamasligimiz o'ttirg'i chiqadi. Shunga biologiyalik qurilma o'xshamaslikni, qalb bo'lsa o'xshashlikni belgilaydi.
Aql, muhabbat va iman kishilarni bir-biriga bog'laydigan ham ularning bir manbaning o'xshash obraz ekanligini ifodalaydigan omil, shundaqla qimmat qarash bo'lib hisoblandi. Aziz radio anglovchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qitimliq o'qishimiz ko'rishayli. Xayr xush, Allohga omonat. Bergide şebnemnin livide külke bu dünya sevgige teşna muhabbet can verdi gülge muhabbet can verdi gülge Tebessüm eylesin dünya muhabbet bahtının nuru tebessüm eylesin dünya muhabbet bahtının nuru muhabbet bir ezine üzülmez mengüge suyir üzülmez mengüge suyir muhabbet hayat ne